Murod Muhammad Do'st, Lolazor. Zamonaviy o'zbek adabiyotining hozirgi kundagi eng taniqli vakillaridan Murod Muhammad Do'stning Lolazor romani, garchi romanning ilk nashri o'tgan asrning so'nggi 10 yilligiga to'g'ri kelsa-da, u o'quvchilar to'ymagan asarlardan biri hisoblanadi. Nega? Sabab oddiy. Asar voqealari ayni kunimizdan, biz yashayotgan jamiyat sirlaridan so'zlaydi. Asar davomida qahramonning umr yo'li, faoliyati bilan tanishasiz. Bu yo'lning dastlabki qadamidan to so'nggi qadar o'quvchi asosiy obrazlardan biri Yaxshiboyevga hamroh bo'ladi. Yana biri oshno bilan do'st tutinadi. Lekin birda ham fikr bo'lsa, birda ularga qarshi chiqadi. Qarshi chiqish bilan esa tabiiyki o'quvchi vaziyatni o'zgartirmaydi. Aksincha, oshnoning oshnosiga, Yaxshiboyevning shogirdiga, hatto Qurbonboyevning fojiasiga aylanadi. Boshqa yo'l yo'q istamagan holda o'quvchi o'zining sobit qarashidan voz kechadi.